bolani sindirishni qarab turing. Bolani sindirishni qarab turing. Masalan, dadasi lapa ushlab turibdi-da, bolasi boks perchatka bilan uryapti. Bir ursa, dadasi nima deyapti? Lapashang. Shu ham udar bo'ptimi? Shu ham udar bo'ptimi? Qizlarga o'xshaysan. Kuching yo'q seni. Sen odam bo'lmaysan, sen chempion bo'lmaysan. Sendan boksyor chiqmaydi dedi. Sen lapashangsan dedi. Bola nima bo'ladi? Sekin qo'llari pastga tushadi. Tamom. Sindi bola. Sindi. Men lapashang ekanman deydi. Meni udarim yo'q ekan deydi. Mendan chempion chiqmaydi, mendan boksyor chiqmaydi deydi. Chunki bolangizni o'zingiz nokautga bo'ldingiz. Qaytaga bolaga ishonchini uyg'oting. Unga dalda bering. Masalan, lapani ushlab tursangiz, bolangiz bit tursa, "Voy o'g'lim, u yomon kuchli ekan, udaringiz. Voy Taysonning udariga o'xshaydi, o'g'lim, Taysonning udariga. Qo'lim sinib ketadi" deydi ya o'g'lim. "O kuchlarini qarang, meni o'g'lim kuchlarini. Meni chempion o'g'lim deng. Meni chempion o'g'lim deng. O'g'lim rosa udaringiz kuchli. Chiqadi o'g'lim sendan. Sendan chiqadi, sen olimpiyaga chempion bo'lasan. Sen jahon chempioni bo'lasan, bolam. Sendan zo'r boksyor chiqadi. Men senga ishonaman. Seni kuching ko'p. Vo, udaringni qara. Vo, udarni qara. Mana erkakchi udar bo'pti deb qo'ying-a. Bolangiz nima bo'ladi bilasizmi? O'zida kuch topadi-da, yana shug'ullanadi-da, yana mashq qiladi, uradi. Chunki men eplayapman ekan, dadam aytayapti deydi. O'sha bola chempion bo'ladi. Chunki orqasida tog'dek otasi turibdi. Orqasida unga ishongan dadasi turibdi. Chempion bo'ladi o'sha bola.